So'nggi yillarda atrof muhit, ekologiya masalalari tobora dolzarb tus olmoqda. Insonlarning tabiatga nisbatan noratsional munosabati tufayli bir qator mintaqaviy, global muammolar yuzaga kelayotgani sir emas. Bularning oldini olish esa bizning tabiatga munosabatimizga, ekologik madaniyatimizga bog'liq. Shundan kelib chiqib, yurtdoshlarimizda ushbu maqsad yo'lidagi birdamlikka chorlovchi qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Urganch shahrida atrof muhitni muhofaza qilish, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish va ekologik madaniyatni keng ommaga yetkazish maqsadida o'tkazilgan chiqindisiz tabiat shiori ostida ekologik aksiyasi ana shunday tadbirlarning navbatdagisi bo'ldi. Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi tomonidan ekoturizm maskanlarida tashkil etilgan navbatdagi plogging tur eko harakati va piknik madaniyati aksiyasida ko'ngilli yoshlar, ekofaollar ishtirok etishdi. Haroratning isishi bilan yurtimiz bo'ylab ommabop ekoturizm maskanlari, bog' va dam olish joylari gavjum bo'la boshlaydi. Tabiiyki, bu jarayonda turli chiqindilar hosil bo'ladi. Biroq ayrim yurtdoshlarimiz ularni yo'laklar, bog'lar, ariqlar bo'yiga tashlab ketishadi. Mana bugun biz bir qator yosh ekologlar tomonidan va kichik yoshdagi bolachalar tomonidan ekologik aksiya o'tkazmoqdamiz. Chiqindisiz tabiat shiori ostida bu aksiyani o'tkazishdan asosiy maqsadimiz aholimizda ekologik madaniyatni shakllantirish, piknik davomida aholida o'zlaridan chiqindi qoldirmaslik va bu chiqindilarga e'tiborli bo'lishlariga yana bir bora eslatib o'tishni biz niyat qilgan holatda bu ekologik aksiyada faol qatnashyapmiz. Bir qator yoshlar va ekofaollar tomonidan bu yerdagi chiqindilar tozaladik va bundan ko'zlangan asosiy maqsadimiz yoshlarimizda va piknik qilayotgan aholimizda ekologik madaniyatni yanada shakllantirish, ularga esa yana bir bora piknik davomida e'tiborli bo'lishlarini va piknikdan so'ng chiqqan chiqindilarni albatta chiqindi tashlash joylariga tashlashlarini iltimos qilgan bo'lardik. Plogging va piknikdan ko'zlangan asosiy maqsad ekologik madaniyatni, ekologik xabardorlikni, dam olish va piknik madaniyatini hamda aholi o'rtasida ekoturizm tushunchasi targ'ibotini keng amalga oshirishdan iboratdir. Bugungi o'tkazilgan tadbir mobaynida yosh volontyorlarni aynan tashabbus bilan shunday tadbirda ishtirok etishi albatta katta yoshdagi insonlarga ham ibrat bo'ladi desak bo'ladi. Ko'ngilli yoshlarni shu tadbirdan keyingi to'plangan chiqindilarni maxsus texnikalarga joylashtirdilar va tabiatni asrash uchun o'zlarini katta bir hissasini qo'shdi desak bo'ladi. Bunday o'tkaziladigan tadbirlar faqatgina maxsus kunlarda emas, har kuni kundalik hayotga aylansa, menimcha atrof muhitga juda ham katta foydasi tekkan bo'lardi. Aksiya davomida ko'ngilli yoshlar belgilangan hududni chiqindilardan tozalashdi. Bunda faollik va tashabbus ko'rsatgan yoshlar tashkilotchilar tomonidan rag'batlantirildi.